voy akkumulyator bormi brat Askoda? Ko'pchilik bilmaydimi buni shunda? Hozir his qilamiz, odamlarga yetkazamiz, faqat balon bor degan fikrni yo'qotamiz. Orada o'chib qolmaydi bu akkumulyator. Ishoninglar, 1 yilga beriladi kafolat. Sifatini bilgis kelsa kelib ko'ring Asko do'konidan yoki so'rab ko'ring doimiy mijozimizdan. Narx-navodan qilmasangiz ham bo'ladi xavotir, chunki narxlarimiz bir xil hamma filialda hozir. Xodimlarimiz xizmatda hozir u nozir, doim hozir u nozir, prям hozir u nozir. Kafolati tugashiga bir kun qoldi deganda, akkumulyator o'chib qolsa agar o'shanda kelasiz, sizga almashtirib berishadi Askoda, chunki ular nomer 1 brat har holda. Hurmatli haydovchi, siz bugun ko'rgan eng manfaatli video shu bo'lishi mumkin. Keling sizlar bilan o'zbek haydovchilar qiladigan katta xatoni eslab o'tamiz. Bu garantiyasiz mahsulot xarid qilish va pulga kuyib qolish. Ayniqsa, akkumulyator olayotgan paytda. Bunga Asko do'konlarida juda ham zo'r yechim bor. Largo Power akkumulyatorlarini 1 yillik kafolatda va zo'r narxda xarid qiling. Va albatta Ukam, o'sha 3-marta ko'chada qolib ketyapman. Bunaqa holat bo'lmaydi degan eding. Garantiya berganmisan o'zi? Men nima qilaman endi, orqasidan yuraveramanmi buni? Voy, o'chirib qo'ydimi? Sizlar ham shunaqa shoshib turgan paytda ko'chani o'rtasida yeb qo'yib ishonchsiz joyga borib qolib ketishni xohlamasanglar, sizlarga hozir zo'r tavsiya beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar faqat. Oka, o'zi shundoq ham arzon edi-ku, yana nima aksiya qildinglar dedim. Hammasi xalq uchun deyshti. Askodan hamma akkumulyatorlarga 10% chegirma bahorga aksiyani boshladi. 6-apreldan 26-aprelgacha ulgurib qolinglar. Eng zo'r tomoni akkumulyatorlarga garantiya bor. Shu Largo Power akkumulyatoriga ham 1 yil garantiyasi bor ekan. Ustiga pashti hamma mashinaga topsanglar bo'ladi. Agarda sizga ham akkumulyator kerak bo'lsa, shu videoning tagiga mashinangizni nomini yozib qo'ysangiz, akkumulyatorlarni aksiyadagi narxini o'zligi yuborishadi. Foydalanib, maza qilib olasiz. Videoni ham yaqinlaringizga jo'natib qo'ying, foydalanib qolsa, shuncha mehnatga like bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar. Suta qo'za! Bitta shu balon teshilganiga meni chaqirasanmi? Mashina olib berib qo'yma, shuni eplab hayda. 20 ta odam majlisda meni kutib o'tiribdi. Qanaqa qilib kulishim yo'q. Kulish nimaga kerak? Asko komfortga qil bo'ldi ishing hal. Some love them, some love them. Woman, I'm jump on them and I'm rob them. Some love them, some love them. Woman, I'm jump on them and I'm. Mana Asko komfort yuradigan magazin nomerini mana yozib ol. Instagramini joyxonada bo'lasanmi, men joylab qo'ygan ishxonada bo'lasanmi, chaqirsa yetib berib o'zi qilib beradi o'shatda. Shuncha o'qitdim seni. Hech kimdan kam bo'lmagin deb Yakkasaroyda to'yini qildim. O'zimda ayb. Yuragim. Abo. Nimaga menga qilyapsan? Sen chinnimisan? Skoriga qil. Endi nima problema bo'lsa sizga qilardim doim. shinalardagi bu qulaylikni siz aniq qidirgansiz. Yaqinroq keling. Shina bo'lsa-yu, ham yumshoq bo'lsa, ham uzoq masofa bosib o'tsa. Uzoq masofa bosib o'tishlik uchun bo'lsa, shina protektori chuqur bo'lishligi zarur. Undan tashqari, birinchi bo'lib shinani cheti yedirilganligi uchun u yumaloq emas, qirrali bo'lgani yaxshi. Va albatta shina yumshoq bo'lishligi uchun uni xom ashyosi va ishlab chiqish texnologiyasi ham zo'r bo'lishligi shart. Tepada sanab o'tgan hamma xususiyatlarimiz yallama shinasida bor va bu shinani Asko do'konlaridan topasiz. Agar siz ham yallama shinasini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda mashinangiz nomini yozib qoldiring. Sizga naqd yoki muddatli to'lovga narxi hisoblab beriladi. Siz ham Damas haydaysizmi? Unda sizga samimiy tavsiyamiz va zo'r yangiligimiz bor. Ko'pchilik haydovchilarda shakllanib qolgan bitta noto'g'ri fikr bor. Ya'ni ham yumshoq, ham probegi ko'p balon bo'lishi mumkin emas deyshadi. Aslida bo'lsa unaqa emas. Asko xuddi shu fikrga ajoyib yechim taklif qiladi. Mana ayni Damaschilar uchun ikkita yallama va Largo arduzi degan yumshoq balonlarimiz 175, 70, 12, 70, 13 o'lchamlarda bo'ladi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin balonlar qanchalik yumshoqligini. Yallama shinasiga zavod tomonidan berilgan probeg 112 ming kilometr.
va Largo Arduzaga esa 96 ming kilometr. Siz ham shu shinadan xarid qilmoqchimisiz? Unda Askodan naqdli yoki muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Izohlarda kommentda Damas so'zini yozib qoldiring, sizga to'liq narxini tashlab beramiz. Yetdimi dachaga? Balonim kal. Asko konfo chaqirganman, balonni almashtirib oling. Shu yerdami? Joyda almashtirib beradi. Ana keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Sen balon almashtirish kerakmi? Ha, faqat tezroq. Mani esladingmi? Esladim. Yaxshi, ishingni qilurchi. Zo'ragan-ku. Ishxonangga, uyingga chaqirsang-chi, joyda balonni almashtirib ketishadi. Balon teshib qolsa telefon qil, tez yordam qarorchi. Ol, gap bor o'rta. Balansировка ham qilib berasizmi? Hamma narsa qilib beramiz. O'shanda yaxshi ham sinimni sanga bermabman. Ham yerda qorong'iga botay yurgan ekansiz va bechara ro'shnolik ko'rmasdan-da. Seningni boyga berding, nima o'zgardi? 2 yilda bitta bolasi bilan qaytib keldi. Uni ustiga kuyovidan narkoman chiqdi-yu. Sen qayerdan bilasan? Qayerdan bilasan? O'zi yozib qoldi. Aldimi? Voy, rostdan o'zi yozib qoldi. Gaplashish tanladi. To'xtang va yaqinroq keling. Siz uchun juda ham zo'r narsa tayyorlab pishirib qo'yganmiz. Nimaligi qiziqmi? Ochamiz. Bu O'zbekistonda hali sotuvga chiqmagan Largo Smartline shinalarini katta razmeri. Marhamat. Hozirgina issiq tayyor bo'lgan shinalarimiz. Demak, Largo Smartline 2 xil razmerda. Birinchisi 245 60 18 razmerda Captiva shunga o'xshagan avtomobillar uchun. Keyingisi 205 60 16 razmerda Onyx Monza. Endi muammo yo'q. Shunga o'xshagan mashina uchun xarid qilasizlar. Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan Largo Smartline shinalari. Birinchi partiyasi kichkina razmeri o'lchamlari hali mediaga olib chiqib reklama qilishga ulgurmasimizdan talash bo'lib ketgan edi, qolmay qolgan edi. Endi katta razmerlarning sotuvlarini rasman e'lon qilamiz. Boshladik. Hali borida albatta ulgurib qolinglar. Keyin kech bo'ladi. Qorong'ishdi, bir son sevmaymizmi? Kakasi Abdurahimni ham chaqir. Ishda hali ovqatlanganmi, yo'qmi? Ha, to'g'ri aytasan. Bo'ldi. hali sizni Salla chaqiruvmidilaring? xom sut emgan bandayu sodda qalbim chu tushni hech qilmaydi kandaya sinalmaganga sir berib attang qilmay ne qilay bedil kimsaga dil berib qanday minnatdor Balonni almashtirib, balansировка qilib beryapsanmi? Shunaqa o'rta? odam qurib ketganday essiz O'rta, ishing qiyin emasmi? Yo'q. Ishxonalar, uylarga chaqirishadi, balonni almashtirib berib ketaman. Ya'ni choyxonalar bo'lib qolsa, choyxonalaringga, tanishlaringga yet. Shu choyxonada o'tirgan paytda ham balonni almashtirib ketaveraman. biz do'st tutunib yo'lim bosh Bolalar, rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Oqibatimizga ko'z tegmasin. Bo'pti. Voy, mashinangga tegib ketdi. Bor qara. Va g'ulom mashinasini turtib oldim. Yaxshi begona emas, jigarim mashinasi. Yaqin men bor o'zim. Nimasidir sindi. Bugun mana shu balonlardan test qilib ko'ramiz. Hozirroq bitta like bosib, поддержка qilib turing. Ahvoli nima bo'lgan ekan? Hozir chiqarib olgandan keyin ko'ramiz. Qay nima bo'lgani bitta ko'ringlar-chi. Voy, hech narsa qilmabdi-yu. Endi nafaqat mashinada bosib ketsangiz hech narsa qilmaydi. Undan battar qiynab, yomon yo'lda yursa ham bu balonga o'zi hech narsa qilmaydi. Chunki bu Largoda chiqqan hozirgi Smartline baloni hisoblanadi. Qarang buni, protektorning chuqurligini 8 mm bu Germaniya texnologiyasida ishlab chiqarilgan. Jigar, siz baloningizni o'zi almashtirdingizmi yo'qmi? Uje yangi sezon keldi. Bu yoqqa sezonga moslab yangi balon qo'yib olsangiz, yumshoq ko'p-to'q bo'lib yuradi mashinangiz. Ey xudo o'zing kechir. Voh! Oka zo'r ish qilyapman. Oka. Voy. Brat.
Largo Arduza protektorli shinalarni yutib olishingiz mumkin. Bugun bizda neobechniy eksperiment. Largo bilan birga aziz do'stlar, hozir Yandex chaqiramiz и Matiz mashinasi kelishini kutamiz. Kelmaguncha chaqiraveramiz, atkazib berib, и Matiz mashinasi kelgandan keyin uni ballonlarini teshib tashlaymiz. U yog'ini o'zingizlar ko'ringlar. O Chevrolet Matiz. Mana Chevrolet Matiz kelyapti. Hozir ko'ramiz, bitta klientlar bor ekan, shuni tashab keyin kelar ekanlar. Bo'ldi. Bratni kutamiz endi. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ey xudo o'zing kechir. Wow! Oka zo'r ish qilyapman. Oka. Voy. Brat. O'z to'xtay. Hozir tushuntirib beraman. Oka tushuntirib beraman. Men qarang, blogerman, Doniyorman. Bloger qanaqa? Doniyor Instagramda. Oka, men Yandexiyan odamman. Hop, oka, hozir hamma narsani tushuntirib beraman. O'zingiz bosib oling, to'xtang. Tashlaysiz, oka, ballon teshasiz, brat. Oka, men sizga kelayman. Bu yoqqa qarang, mana kameramiz. Oka. Voy, o'zim qo'rqib ketdim. Nima o'zi, nima bo'pti? Oka, qarang. Hozir eksperiment qilyaptik. Siz omadli odam bo'lib qoldingiz. Taksi chaqirdik-da. Biz hozir balloningizni cho'tda o'zida alishtirib beramiz, oka. Yangi ballon qo'yib beramiz. Odam cho'chitordinglar. Siz ham yomon cho'chitordingiz, bor, yomon qullar ekansiz. Okalar kelinglar, mana yangi Askodan Largo Arduza protektorli shinalarimiz, oka, tayyor turibdi. Komildiniga bu mozorbosti ballonlar, oka. Biz Qizil Jigulida Moskvaga borib keldik-da. O'shanda 4 ta o'zimiz bilan zapas ballon oldik. O'zi Largo taqtik Arduza ballonlari protektorli va cho'tki, yoki ishoning, mana Qozog'istonni cho'lidan ham o'tdi, Rossiyani o'rmonlaridan ham o'tdi. Realni men o'zim ishonmadim boshida. Yo, cho'ti orada sepi bo'ladi-ku mashinani o'zini ballonniki. Shunaqa oldik, tros. O'shani taqvoramiz deb o'ylovdim. Lekin umuman ishlatmadik, ochmadik ham, plombasi buzilgani yo'q. Mana shu ballonlar Rossiyani ko'rib kelgan ballonlar, oka. Sizga nasib endi. Rahmat. Xudo xolasa endi qo'yib nima qilamiz? Xudo xolasa, anomal issuvlarga, anomal sovuqlarga luboyga chidab beradigan ballon. 4 ta sezonga chidaydigan ballon. 4 sezonga chidaydigan. O'zim eshitdim, men ham o'zim eshitdim. Endi hali taqib ko'rmadim. Endi nasib qilgan ekan, mana taqib. Hozir endi taqib sekin yurib ko'rasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa yurib ko'ramiz. Yomon quvlar ekansizlar, yo'q. Endi men o'zim to'g'risi bunaqa vaziyatga tushmaganman. Endi ko'chada har xil odam bor. Yo'q, men ham o'zim jonim qiynalib qildim, oka. To'g'risida, ya'ni nima deydi, o'sha to'satdan bu narsa bo'lib qo'yib tushunmay qoldim o'zim ham. Endi nima ekan? Endi bu ham xafa bo'lish yo'q, o'xshagan. O'sha oxirida o'sha gap. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Sinab ko'rdim bu ballonlarni. Men tavsiya qilaman. Oldinaga hozir 1-2 kun yurgandan keyin oka oshno qaynalarga, ulpatlarga bemalol aytib turing. Realni uyaltirmadi. Bo'ldi. O'rtoqlar, mashinasi bor, oka. Obbo, nima gap so'msan, yaqinlashib turib. Nima olmoqchi edingiz? Ballon. Tezroq oling, disk akkumulyator qo'shib oling, hammasini o'zim to'layman. Agar bu yerdan ballon olsangiz, taq berish bilan balansировка tekinga tushadi. Hamchi, kechirasiz, bo'lib to'lash ham bor. Men bo'lib to'lash qilib yurmayman, naqdga olamiz, ketdi. Mushik. Bo'ldi, g'ulam o'rnat bo'ldik. Bo'ldi, ketdi. Kechirasiz, g'ulamni 1 minutga mumkinmi? Jigar. Yo, bo'ldi, kelman, o'zim gapiraman. Menga qara g'ulam. Krodi bolaning ichida o'sha gap so'z bossan. Bu qiz senga polni rasot qilyapti-da, lekin sen uni orqasidan itdek yuribsan. Menga shu yoqmayapti. Qanaqa g'ururing yo'l qo'yapti? O'shaning uchun men maqil. Bu qiz senga shu kungacha nechta rasot qilgan bo'lsa, hammasini qaytarib berganda, orani ochiq qil. Zato tiling uzun bo'ladi. Rahmat jigar. Bo'l, sog' bo'l. Bonu, sen bilan orani ochiq qilmoqchiman. Menga qilgan hamma rasotlaring ayt. Yozing. Sani gaping kirib, orani ochiq qilib keyin qoldim. Tiling uzun bo'ldimi? To'g'ri. Bo'ldi-da. Rahmat jigar. Kelma, qimillama shu yerda turib. Men hozir kiyim olib chiqib beraman, xo'pmi? Ko'rib turganinglarda, kanki nima-yu? Kobaltli balloni nima?
Xullas, ko'rib turganinglarda ikkalamiz ham sirpandik. Mana nima-yu? Mana baloni nima? Cobalt. Yangi model. Juda ko'p narsasi o'zgargan, lekin balon 20 yildan beri o'sha. Balonni oppoq dodasini aziz muxlislarimga olib kelib qo'ydim. Esingizda bo'lsa, Largo'ni oldingi pokoleniyalarni yamalidan qanaqa o'tib ketishini, mixladan o'tib ketishini, hattoki muzlikda o'zini qanaqa saqlaganligi to'g'risida videolarni joylashtirib borganmiz, ko'rgansizlar. Largo'ni yangi modeli chiqqan. Endi bunisi yana ham navorochinliroq. Largo balonimizning yangi pokoleniyasini diskani chekadigan korti yo'q eski balonimizda. Bunisida esa korti bor. Ya'ni balon yamaga tushgan paytda diskani yaxshigina himoya qiladi. Ikkinchi afzallik tomoni, qirralariga e'tibor beringlar, turbocha qilib ishlangan. Ya'ni mana bu qismi yedirilishi nisbatan kamroq bunga nisbatan. Bunda esa dumaloqroq ishlangan. Uchinchisi, protektorimizda 8.2 mm. Bunda esa undan kamroq. Lekin bu yangi balon. Tishlariga e'tibor beramiz. Hammasida tashqariga chiqishga yo'l bor. Ya'ni qorli, suvli ko'chalardan o'tgan paytda atroflardan chiqib turadi. Bu narsa bu balonda yo'q. Gar siz bilan hech kim qilmagan kontent qilamiz. Mashinada voleybol o'ynaymiz. Yutqizasan baribir. Ketdi, ko'ramizmi unda? Ketdi. Ketdi, aka. Men bilan o'ynashyaptimi? Orqa bilan yurib ham yutib qo'yaman. Buni hozir. Yutqizdimmi deyman, sirpanib ketyapti balon. Aka. Nima bo'ldi? Men emas, aka, balonni sirpanib ketdi to'g'risini aytaman. Baribir aytsan-da. Kallani ishlatib yaxshi balon taqmaganingda. Balon taqdingiz, aka. Bu yoqking, ha? Sanga aytuvdim, qo'yib oldim. Mana Largo'dan yangi pokoleniya protektorli balon chiqqan. Bu Askodagi o'sha mashhur balon. Hamma aytayotgan balon masha jigar.